bu hayotda mundaq 4 kishi bilan mangu do'st bo'lishga arziydi. Birga tomoq yeganda pul to'lashga aldiradigan kishi. Uning pul to'lashga aldirishi uning puldorligidan emas, balki uning do'stlikni puldanmi yuqori ko'radiganligidan. Azar chiqib qolganda oldi bilan kechirim so'raydigan kishi. Bu uning savanlik o'tkazganligidan emas, balki qadrlashni biladiganligidandir. Sizga yordam berishni xohlaydigan kishi. Bu uning sizga qarzdor ekanligidan emas, balki sizni do'st deb bilganligidan. Hamkorlashganda foydani o'tib berishni xohlaydigan kishi. Bu uning do'stligidan emas, balki tang bahramon bo'lish ideyasining borligidan.